Toshkentda erkakning xotinidan yashirgan 100 ming dollar naqd puli chirib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahrida yashovchi erkak xotinidan 100 ming dollar pulini adyol ostiga yashirgan. Natijada pullar chirib ketgan va banklar uni qabul qilmasligini bildirgan. Erkak uzoq vaqt davomida katta miqdordagi mazkur naqd pulni adyol ostida saqlagan. Namlik tufayli kupyuralar mog'orlagan. Shu bois pul soxta bo'lib qolgan va banklar uni qabul qilmasligini ma'lum qilgan. Shu o'rinda erkaklarga yana bir maslahat. Endilikda xotiningizdan yashirgan pulingizni bankda, sefda yoki hech bo'lmaganda vakuumli idishlarda saqlang. Toshkentda erkakning xotinidan yashirgan 100 ming dollar naqd puli chirib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahrida yashovchi erkak xotinidan 100 ming dollar pulini adyol ostiga yashirgan. Natijada pullar chirib ketgan va banklar uni qabul qilmasligini bildirgan. Erkak uzoq vaqt davomida katta miqdordagi mazkur naqd pulni adyol ostida saqlagan. Namlik tufayli kupyuralar mog'orlagan. Shu bois pul soxta bo'lib qolgan va banklar uni qabul qilmasligini ma'lum qilgan. Shu o'rinda erkaklarga yana bir maslahat. Endilikda xotiningizdan yashirgan pulingizni bankda, sefda yoki hech bo'lmaganda vakuumli idishlarda saqlang.